Do'stim, agar siz uchun ajoyib va qulay bo'lgan uy topib qo'ydim, siz ishonasizmi? Unda video obzorni oxirigacha ko'ring, biz bilan bo'lib like bosib obuna bo'lishni ham unutmang. Qani biz boshladik. Do'stim, biz Yakkasaroy tumani boshlig'ida Veger JK'sida joylashgan 11-qavatda joylashgan 40 kvadratli uyni video obzorini sizga hozir ko'rsatib beramiz. Kiruvchi qismini ko'rdingiz. Tualet, dushovoy kabinka buni ko'rsatib o'tamiz. Oynalar qara, Ruslan patologgacha qilgan. Hayrimni shuni ham qiziqanib qo'yadi. Mana bu oshxona territoriyasi. Ko'rishingiz mumkin. Eng qiziq detallari qarang. Ixchamlikka o'ylashganda mana Astrovok stolingiz bor. Ochasiz, ovqatlanasiz, yana olib qo'yasiz. Bemalol yana joy bo'shaydi. Mana detallari qarang chiroyligini. Ana endi skriti xolodilnik tushungan bo'lsangiz kerak. Bu yer esa darhol TV zonaga kelasiz. Kofeni qo'yib, maza qilib ichib o'tirsangiz bo'ladi. Biz endi spalniyaga kiramiz. Spalniyani ko'ring. Naqshli narsalar bilan to'ldirib qo'yishgan. Rasmlar ajoyibligini qarang. Qarab ham tushunmadim nimaligini. Bu yer esa balkon. Buni ko'rsatmasang bo'lmaydi Ruslan aka. Ko'ring. Shaharni qarang. Go'zalligini gap yo'q. Ana endi do'stlar, bu uy juda ham investitsiya uchun zo'r uy hisoblanadi. Lokatsiyaga gap yo'q, bittada arendaga topshirsa bo'ladi. Uyimizdan so'rayotgan narxi 73 ming so'ralyapti. Pastdagi raqamga telefon qiling. Xudo xolasa mana shunaqa uylarga, pultga boy bo'lib keting. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.